Bugun juda muhim masalani tushuntiraman. 1 iyulgacha ariza bermasangiz, ayrim to'lovlardan qolib ketishingiz mumkin. Bu oddiy eslatma emas. Bu ko'pchilik oilalarning byudjetiga bevosita ta'sir qiladigan masala. Kimdir bolalar puli olyapti. Kimdir moddiy yordam kutyapti. Kimdir subsidiya yoki kompensatsiyadan foydalanmoqchi. Agar muddatni o'tkazib yuborsangiz, keyin men bilmagan edim, mahalla aytmadi. Telefonimga xabar kelmadi degan gaplar pulni qaytarib bermaydi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring, chunki bu xabar bitta oilaning emas. Juda ko'p odamlarning cho'ntagiga tegishli. Men bugun sizga masalani oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgardi? Kimlar albatta ariza berishi kerak, kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Qaysi joylarda odamlar xato qiladi va amalda nima qilish kerak? Eng muhimi, men gapni umumiy qilib tashlab ketmayman. Hayotiy misollar bilan, raqamlar bilan, aniq vaziyatlar bilan tushuntiraman. Avvalgi tartibda ko'p odamlar shunday o'ylardi. Bir marta ariza berdim, tizim meni ko'rdi. Demak, pul o'zi kelaveradi. Ayrim hollarda haqiqatdan ham shunday bo'lib kelgan. Masalan, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlangan bo'lsa, ma'lum muddat davomida karta yoki naqd shaklida to'lov kelib turgan. Odamlar esa keyingi muddat qayta ariza, oilaviy holatni yangilash, daromadni qayta tekshirish degan narsalarga uncha e'tibor bermagan. Lekin hozir tizim tobora aniqroq ishlayapti. To'lovlar endi faqat avval olgan edi degan asos bilan davom etavermaydi. Davlat organlari oilaning daromadi, a'zolari soni, bolalar soni, ishlayotgan yoki ishlamayotgan shaxslar, pensiya, aliment, stipendiya, rasmiy ish haqi, kadastr, avtomobil, tadbirkorlik holati kabi ma'lumotlarni elektron tarzda tekshiradi. Shuning uchun ariza masalasi juda muhim bo'lib qolyapti. Ariza bermagan odam tizimda ko'rinmaydi. Tizimda ko'rinmagan odam esa navbatdagi to'lov ro'yxatiga kirmasligi mumkin. Bu yerda eng katta xato shuki, odamlar men haqman, demak pulim keladi deb o'ylaydi. Yo'q, amaliyotda haqlik bilan ariza berilganligi ikki xil masala. Siz yordamga muhtoj bo'lishingiz mumkin, oilangizda daromad kam bo'lishi mumkin, bolalaringiz ko'p bo'lishi mumkin. Lekin belgilangan tartibda ariza bermasangiz, sizning holatingiz ko'rib chiqilmay qoladi. Natijada pul sizga emas, arizasini vaqtida bergan boshqa odamga tayinlanadi. Endi kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda to'lov muddati tugayotgan oilalar. Masalan, sizga bolalar nafaqasi 6 oy yoki 12 oyga tayinlangan bo'lishi mumkin. Agar muddat iyun oyida tugasa, siz iyulda ham keladi deb kutib o'tirmang. Iyulgacha ariza berish kerak bo'lsa, aynan shu muddat ichida harakat qilish kerak. Chunki iyul oyidagi ro'yxat shakllanayotgan paytda sizning arizangiz tizimda bo'lmasa, keyingi oy to'lovsiz qolishingiz mumkin. Ikkinchi toifa, oilaviy holati o'zgarganlar. Masalan, oilada yangi farzand tug'ildi, yoki farzand maktab yoshiga yetdi, yoki kimdir ishga kirdi, kimdir ishdan chiqdi, yoki turmush o'rtog'i chet elga ishlashga ketdi, yoki aliment to'xtadi. Bularning hammasi sizning to'lov olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun oldingi ma'lumotlarim bor-ku deb yurish xavfli. Tizimda eski ma'lumot tursa, sizga rad javobi kelishi yoki to'lov noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Uchinchi toifa hujjatlarda muammo bor odamlar. Pasport muddati tugagan, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasida xato bor. Nikoh yoki ajrim holati rasmiylashtirilmagan, yashash manzili boshqa joyda, bank kartasi faol emas. Mana shunday kichkina ko'rgan muammolar keyin juda katta oqibatga olib keladi. Odam pul kutadi. Lekin tizimda ma'lumot mos kelmagan uchun ariza to'xtab qoladi. Oddiy misol keltiraman. Bir oilada 3 nafar bola bor. Ona ishlamaydi, ota mavsumiy ish qiladi. Daromad doimiy emas. Oila har oy 60 ming so'm atrofida bolalar puli olayotgan edi. Ularning to'lovi iyun oyida tugaydi. Agar ona 1 iyulgacha qayta ariza bermasa, iyul oyidan pul kelmasligi mumkin. Bir oyda 60 ming so'm yo'qotdi deylik. Agar keyin hujjatlarni to'plash, ariza topshirish, ko'rib chiqish jarayoni yana bir oy cho'zilsa, oila 1 million 200 ming so'mgacha puldan qolishi mumkin. Bu kim uchundir kichik summa bo'lib ko'rinadi. Lekin daromadi kam oilada bu pul oziq-ovqat, dori-darmon, maktab xarajatlari yoki kommunal to'lov uchun juda muhim. Yana bir misol. Nafaqa olayotgan yolg'iz ona bor. U bir marta ariza bergan va pul kelib turgan. Keyin yangi manzilga ko'chgan, lekin ro'yxatdan o'tmagan. Mahallada ma'lumot eski qolgan. Ariza berish muddat kelganda u mening kartamga kelaveradi deb o'ylagan.
Natijada tizim uni boshqa hududda ko'rsatadi. Hozirgi yashash joyida esa ro'yxatda yo'q. Bunday holatda pul kechikadi yoki rad bo'ladi. Keyin odam idoradan idoraga yuguradi. Aslida esa muammo oldindan hal qilinishi mumkin edi. Manzilni aniqlashtirish, mahalla bilan bog'lanish, arizani vaqtida topshirish. Yana bir vaziyat, oilada bitta avtomobil bor. Odamlar mashinam eski, bu yordamga ta'sir qilmaydi deb o'ylaydi. Lekin ayrim ijtimoiy to'lovlarda mol-mulk, transport, rasmiy daromad kabi ko'rsatkichlar hisobga olinadi. Agar tizim sizning nomingizda mulk yoki mashina ko'rsa, qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu avtomatik ravishda hamma rad bo'ladi degani emas. Lekin ariza berganda vaziyatni to'g'ri ko'rsatish kerak. Agar mashina aslida ishlamayotgan bo'lsa, agar u boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, agar nomingizda qolib ketgan bo'lsa, buni oldindan aniqlashtirish kerak. Endi kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Agar sizning to'lovingiz hali amaldagi muddat ichida bo'lsa, arizangiz allaqachon qabul qilingan va tasdiqlangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Men doim shuni aytaman, menga tegishli emasdir deb o'tib ketmang. Bir marta holatingizni aniqlashtiring. Chunki eng ko'p yo'qotishlar aynan beparvolikdan bo'ladi. Alohida aytaman, ariza topshirish pul olish kafolati emas. Bu juda muhim. Ba'zi odamlar ariza berdim, demak pul berishi shart deb o'ylaydi. Yo'q. Ariza bu sizning huquqingizni ko'rib chiqish uchun eshik ochadi. Keyin tizim oilaviy ahvolingizni, daromadingizni, mezonlarga mos kelishingizni tekshiradi. Agar mos kelsangiz to'lov tayinlanadi. Agar mos kelmasangiz rad javobi keladi. Lekin ariza bermasangiz, hatto mos kelgan bo'lsangiz ham ko'rib chiqilmay qolishingiz mumkin. Bu masalada eng nozik joylardan biri muddat. Odamlar ko'pincha oy oxirida eslaydi. Masalan, 28 kuni hujjat qidirishni boshlaydi. 29 kuni bank kartasida muammo chiqadi. 30 kuni mahallada navbat ko'p bo'ladi. 1 iyul kuni esa endi nima qilaman deb qoladi. Shuning uchun men sizga bugun harakat qilishni maslahat beraman. Muddat degani faqat arizani yozish emas. Muddatgacha hamma zarur ma'lumot tayyor bo'lishi kerak. Yana bir xato, mahalla biladi, o'zi kiritadi deb o'ylash. Mahalla yordam beradi, tushuntiradi, yo'l ko'rsatadi. Lekin sizning hujjatingiz, sizning arizangiz, sizning oilaviy ma'lumotingiz uchun avvalo o'zingiz javobgarsiz. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, agar karta yopilgan bo'lsa, agar farzandingiz hujjatida xato bo'lsa, buni mahalla sizning o'rningizga bilmasligi mumkin. Endi amaliy tomonga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Hozirgi to'lovingiz bor yoki yo'qligini aniqlang. Agar bolalar puli, moddiy yordam, subsidiya, kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsangiz, uning qachongacha tayinlanganini biling. Buni mahalla. Ijtimoiy himoya bo'limi, tegishli davlat xizmatlari markazi yoki elektron tizim orqali tekshirish mumkin. Taxminan kuzgacha edi degan javob yetmaydi. Aniq o'yini biling. Ikkinchi qadam. Ariza topshirish kanali qaysi ekanini aniqlang. Ayrim arizalar mahalla orqali, ayrimlari davlat xizmatlari markazi orqali, ayrimlari onlayn portal orqali topshiriladi. Hududingizda qaysi tartib amal qilayotganini bilmasangiz, mahallangizdagi mas'ul xodimdan yoki ijtimoiy himoya bo'limidan so'rang. Men tavsiya qiladigan usul: borishdan oldin telefon qilib, qaysi hujjatlar kerakligini so'rab oling. Shunda 2 marta qatnamaysiz. Uchinchi qadam. Hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, oila a'zolari haqidagi ma'lumotlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjat, bank karta rekvizitlari. Yashash manzili bilan bog'liq ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lov turi bo'yicha ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun men aniq aytaman, hamma joyda faqat pasport yetadi deb o'ylamang. Bir joyda yetishi mumkin. Boshqa joyda qo'shimcha hujjat so'raladi. 4-qadam bank kartangizni tekshiring. Juda ko'p holatda ariza tasdiqlanadi, lekin karta faol emas, muddati tugagan, bloklangan yoki boshqa odam nomida bo'ladi. To'lov sizning nomingizdagi to'g'ri hisob raqamiga tushishi kerak. Agar karta muddati iyun oyida tugayotgan bo'lsa, kechiktirmasdan yangilang. Agar bank ilovasiga kira olmasangiz, bankka boring. Chunki to'lov tayinlanib, karta muammosi sabab pul tushmay qolsa, yana vaqt ketadi. 5-qadam, arizada ma'lumotni aniq yozing. Telefon raqamingizni to'g'ri kiriting, manzilingizni to'liq yozing, oiladagi barcha a'zolarni yashirmang. Daromad haqida noto'g'ri ma'lumot bermang.
Bazı odamlar bitta daromadni aytmasam yordam chiqadi deb o'ylaydi. Bu juda xavfli. Tizim baribir ko'p ma'lumotni elektron bazalardan tekshiradi. Noto'g'ri ma'lumot keyin rad javobiga, ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga yoki boshqa muammolarga olib kelishi mumkin. 6-qadam ariza topshirganingizni tasdiqlovchi ma'lumotni saqlab qo'ying. Agar Davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, kvitansiya yoki ariza raqamini oling. Agar onlayn topshirsangiz screenshot qiling yoki ariza raqamini yozib qo'ying. Agar mahalla orqali topshirsangiz qachon topshirganingizni, kim qabul qilganini, qanday hujjatlar berilganini eslab qoling. Keyin holatni tekshirish kerak bo'lsa, men berganman degan umumiy gap emas, aniq ariza raqami yordam beradi. Endi istisnolar va yashirin nozikliklar haqida gaplashamiz. Ba'zi odamlar muddatdan keyin ham ariza berish mumkin-ku deydi. Ha, ko'p hollarda keyin ham ariza berish mumkin. Lekin muammo shundaki, siz o'tgan davr uchun pulni avtomatik olmasligingiz mumkin. Ya'ni 1 iyulgacha ariza bersangiz, iyul oyidan ko'rib chiqiladi. Kechiksangiz, keyingi davrdan ko'rib chiqilishi mumkin. Aynan shuning uchun kechiksam ham bo'laveradi deyish pul yo'qotish degani. Yana bir noziklik, ariza qabul qilindi degani, tasdiqlandi degani emas. Siz ariza topshirdingiz, lekin u ko'rib chiqish jarayonida bo'lishi mumkin. Shu vaqt ichida qo'shimcha hujjat so'ralishi, ma'lumot mos kelmasligi, tizimda xatolik chiqishi mumkin. Agar siz telefoningizni o'chirib qo'ysangiz yoki xabarlarni o'qimasangiz, muddat o'tib ketadi. Shuning uchun ariza topshirgandan keyin ham kuzatib boring. Yana bir muhim masala. Bir oilada bir nechta odam alohida ariza bermoqchi bo'ladi. Masalan, ona bolalar puli uchun, ota boshqa yordam uchun, bu moddiy yordam uchun. Bu holatda oilaviy tarkib va bir manzilda yashash masalasi muhim bo'ladi. Agar bir xil oila a'zolari bo'yicha takroriy yoki chalkash arizalar topshirilsa, tizimda savollar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun avval oilada kim ariza berish kerakligini aniqlab oling. Chet elda ishlayotgan oila a'zolari ham alohida masala. Ko'p oilalarda ota yoki farzand Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatda ishlaydi. U rasmiy pul yuboradimi, yubormaydimi, oilaga yordam qiladimi, vaqtincha ketganmi, doimiy ketganmi? Bularning hammasi ayrim holatlarda hisobga olinishi mumkin. U chetda, demak oilada yo'q deb yozib qo'yish to'g'ri emas. Hujjatda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, arizada ham shunga mos ma'lumot berish kerak. Yolg'iz onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ko'p bolali oilalar, vaqtincha ishsiz qolgan fuqarolar bu masalada ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki aynan shu toifalar uchun to'lovlar oilaning kundalik hayotida katta rol o'ynaydi. Masalan, nogironligi bo'lgan farzandi bor oilada har oy keladigan yordam dori-darmon, reabilitatsiya, yo'l xarajati uchun ketadi. Bir oy kechikish ham katta bosim beradi. Shuning uchun muddatni kutib o'tirmang. Men yana bir amaliy misol aytaman. Oilada 2 nafar bola bor. Ona dekret ta'tilida ota ishidan ayrilgan. Oila uning yordamga muhtoj emas edi. Chunki ota yaxshi ish haqi olardi. Lekin oxirgi 3 oyda daromad keskin kamaydi. Bunday oilalar biz olmagan edik, endi baribir bermaydi deb o'ylamasligi kerak. Agar hozirgi holat mezonlarga mos kelsa, ariza berish mumkin. Muhimi, daromad kamayganini va oilaviy ahvolni hujjatlar bilan ko'rsatish. Aksincha, ayrim odamlar ham bor. Daromadi yetarli, nomida bir nechta mulk bor, lekin baribir ariza berib ko'rmoqchi bo'ladi. Men bunday odamlarga ham to'g'risini aytaman. Tizimni aldashga urinmang. Ijtimoiy yordam haqiqatan muhtoj oilalar uchun. Agar siz mezonga mos kelmasangiz, rad bo'lish tabiiy. Bu yerda asosiy maqsad hammani qo'rqitish emas. Haqiqatan huquqi bor odamlar muddat sabab puldan qolib ketmasligini ta'minlash. Arizada nima yozish kerak degan savol ko'p beriladi. Eng avvalo, arizangizda qaysi turdagi to'lov yoki yordam so'ralayotganini aniq ko'rsating. Oilaviy tarkibni to'liq yozing. Manzilni pasportdagi va amaldagi yashash holati bilan mos tushuntiring. Telefon raqamingiz doim ishlaydigan bo'lsin. Agar alohida holat bo'lsa, masalan, turmush o'rtog'i aliment to'lamayotgan bo'lsa, ishdan bo'shagan bo'lsa, farzand nogironligi bo'lsa, boquvchi vafot etgan bo'lsa, bu holatni tasdiqlovchi hujjatni ilova qiling. Qayerga borish kerak? Birinchi manzil, mahallangiz. Chunki mahalla sizning hududingizdagi tartibni, mas'ul tashkilotni va kerakli hujjatlar ro'yxatini aytadi. Ikkinchi manzil, tuman yoki shahar ijtimoiy himoya bo'limi. U yerda to'lov turi, ariza holati va rad javobi sabablari bo'yicha ma'lumot olish mumkin. Uchinchi manzil, Davlat xizmatlari markazi.
Agar ariza shu kanal orqali qabul qilinsa, u yerda rasmiy tarzda topshirib ariza raqamini olasiz. 4-yo'l elektron portal yoki ilova. Agar siz onlayn ishlata olsangiz, bu vaqtni tejaydi. Lekin ma'lumotlarni diqqat bilan kiriting. Agar arizangiz rad bo'lsa, darhol tushkunlikka tushmang. Avval rad sababi nima ekanini biling. Daromad yuqori deb chiqqanmi? Hujjat yetishmaganmi? Oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilganmi? Bank kartasida muammo bormi? Manzil mos kelmayaptimi? Har bir sababning yechimi bor. Ba'zan odam haqiqatan mezonga mos kelmaydi, bu boshqa masala. Lekin ba'zan rad javobi oddiy texnik xato yoki eski ma'lumot sabab chiqadi. Shunda xatoni to'g'rilab, qayta murojaat qilish mumkin. Eng yomon ish umuman tekshirmaslik. Men ko'p ko'rganman. Odam 3 oy pul kutadi, keyin borib so'rasa, ariza umuman topshirilmagan bo'ladi yoki ariza topshirilgan, lekin bitta hujjat yetishmagani uchun ko'rib chiqish to'xtagan bo'ladi yoki karta yopiq bo'ladi. Shu sababli men sizga aniq tavsiya beraman. Bugun o'zingiz uchun kichik ro'yxat tuzing. To'lov muddati qachon tugaydi? Ariza topshirildimi? Ariza raqami bormi? Hujjatlar to'liqmi? Karta ishlayaptimi? Telefon raqami to'g'rimi? Mana shu 5 savolga javob topilsa, ko'p muammoning oldi olinadi. Agar siz katta yoshli ota-onangiz uchun to'lov, nafaqa yoki kompensatsiya masalasini yuritayotgan bo'lsangiz, ularning hujjatlarini ham tekshiring. Keksa odamlar ko'pincha SMSni o'qimaydi. Bank kartasining muddati tugaganini bilmaydi. Elektron ariza nima ekanini tushunmaydi. Farzandlar yordam berish kerak. Bitta pasport nusxasi yoki bitta karta muammosi sabab ota-onangiz o'z vaqtida pul ola olmay qolmasin. Agar siz mahallada, qo'shnilar orasida, qarindoshlar ichida shunday odamlarni bilsangiz, ularga ayting. Chunki bunday ma'lumotni ko'pchilik kech eshitadi. Ayniqsa internetdan kam foydalanadigan ayollar, pensionerlar, nogironligi bor shaxslar, qishloq joylardagi oilalar vaqtida xabar topmasligi mumkin. Siz ularga videoni yuboring yoki oddiy qilib tushuntiring. Yilgacha holatingni tekshirtir. Ariza kerak bo'lsa topshir. Keyin kech bo'ladi. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, puldan qolib ketmaslik uchun muddatni kutmang. Ariza masalasi oddiy qog'ozbozlik emas. Bu sizning to'lovga kirishingiz yoki kirmasligingizni belgilaydigan asosiy qadam. Kim vaqtida topshirsa, uning holati ko'rib chiqiladi. Kim kechiksa, pulni yo'qotishi. To'lovni kech olishi yoki umuman ro'yxatdan tushib qolishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Mahallaga yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Ariza topshirish muddati va tartibini aniqlang. Agar kerak bo'lsa, ertaga emas, bugun harakat qiling. Chunki iyul kelganda navbat ko'payadi, savollar ko'payadi, xatolar ko'payadi. Oldindan tayyor bo'lgan odam esa xotirjam bo'ladi. Agar bu mavzu sizga tegishli bo'lsa, izohlarda yozing. Siz qaysi to'lov bo'yicha ariza bermoqchisiz, qaysi hududdansiz, qanday muammoga duch kelyapsiz? Men keyingi videolarda eng ko'p beriladigan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki kimdir aynan shu xabarni vaqtida ko'rib, o'z pulini saqlab qolishi mumkin.